Assalomu alaykum hammaga. Men Astromet kanali asoschisi Ro'ziyev Javlonbek hisoblanaman. Bugungi videoda biz tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan gematologiya fanini o'rganishni boshlaymiz. Astromet kanalini, ya'ni ilk bor gematologiyaga asoslangan kitobi tayyorlanmoqda. Biz bilamizki, o'sha kitob bo'yicha materiallarni video tarzda ifodalab, yanada kitobning samaradorligini oshirish maqsadida ushbu video kontentlarimiz olinmoqda desak ham bo'ladi. Demak, biz bilamizki, gematologiya qanaqa fan ekanligi. Lekin bilmaydiganlar uchun yokida o'sha chuqurroq kengroq urg'u berib aytadigan bo'lsak, gematologiya bu qon hosil qiluvchi a'zolar va qon kasalliklarini, o'sha qon va qon hosil qiluvchi a'zolardagi kasalliklarni o'rganadigan tibbiyotning katta bir sohasi desak ham bo'ladi. Xo'p, unda yana nimalar o'rganilishi mumkin? Ya'ni qonning tarkibini o'rganamiz va qon tarkibidagi hujayralar bo'lishi mumkin. Ularning hosil bo'lishi va buzilishi, qon kasalliklari bo'lishi mumkin. Xususan ularni o'sha klinikasi, davolashi, turli xil o'sha patogenezi, gematologiyani kengroq tarzda, o'sha tushunarli tarzda mana shu videolar orqali biz gematologiyani birgalikda o'rganib boshlar ekanmiz. Xo'sh, demak, o'sha gematologiyani birinchi darsi demak gematopayezga asoslangan bo'lyapti. Undan oldin biz o'sha gematologiyani o'sha qon dedik, qon kasalliklari, o'sha qonning tarkibini bilishimiz kerak. Shuning uchun ham qon tarkibi haqida birinchi gaplashib o'tamiz. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Demak, bizlarda qonimiz, ya'ni qon, ya'ni tarkibiga keladigan bo'lsak, umuman olganda qon tarkibi ikkita qismdan iborat ekan. Birinchisi, ya'ni plazma, ya'ni suyuqlik qismi deb nomlanyapti. Ikkinchisi esa shakliy elementlar yoki o'sha qon tarkibidagi hujayraviy elementlar hisoblanadi. Demak, uni o'sha proberkaga, o'sha sentrifuga apparatida aniqlaganimizda yuqori qismida, ya'ni biz bilamizki plazma qismiga, pastki qismi esa shakliy elementlarga to'g'ri kelgan. Endi biz plazma suyuqlik qismini kengroq o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, demak, plazma qismi ham o'z navbatida, demak, qon hajmining 55%ni demak nima tashkil etar ekan? Qonning hajmi, ya'ni plazma qismi tashkil etadi. Uni tarkibiga keladigan bo'lsak, suv kiradi, oqsillar kiradi va undagi turli xil ionlar olishimiz mumkin. Keyin esa turli xil o'sha moddalar, glyukoza, lipidlar, oqsillar ko'rishimiz mumkin. O'sha aminokislotalar deb ham aytib ketilyapti. Buni yuqorida ham aytdik, oqsillar deb. Xo'p, endi metabolitlar bo'lishi mumkin. Turli xil o'sha mochevinani ko'rishimiz mumkin. Ma'lum darajada kam miqdorda bo'ladi. Kreatinin, bilirurbin ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu chiqindi mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni venos qon bo'ladi o'zi organizmda. Arterial qon bo'ladi. O'sha venos qon orqali mana shu mochevina, kreatinin, bilirurbin bo'lishi mumkin. O'sha buyraklar orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Ayrish sistemasi orqali. Xo'p, endi mana shu suv haqida qisqa aytib ketamiz. Demak, 90-92%ni suv tashkil etar ekan. U qanaqa vazifalarni bajaradi? Asosan erituvchi moddalarni tashishda ishtirok etadi. Suv, ya'ni umuman olganda hujayraga mustahkamlik berib turadi desak ham bo'ladi. Ya'ni membranasini doimo qurib qolishdan asraydi, ya'ni suv hisobiga.
oqsillar bo'ladi. Oqsillarni asosan albuminlar, globulinlar, fibrinogen oqsillarni olishimiz mumkin. Endi bu oqsillar tarkibiy jihatdan juda ham ko'p, lekin ulardagi eng asosiylari shular hisoblanar ekan. Demak, albuminlar osmotik bosimni ushlab turishda ishtirok etadi. Umuman olganda albuminlar suvda erimaydigan, ya'ni gidrofob bo'lgan, gidrofob hisoblangan moddalarni tashishda ishtirok etadi. Dorilar, gormonlarni tashishda ham ishtirok etadi. Endi globulinlarga keladigan bo'lsak, globulinlar o'sha immunoglobulin antitanalar hisoblanadi. Transport oqsillari bo'lishi mumkin. Fibrinogenga keladigan bo'lsak, qon ivishda qatnashadi. Hali keyingi darslarda biz qon ivishini to'liqroq, aniqroq qilib o'rganganimizda mana shu fibrinogen haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, ionlar bo'lyapti. Demak, o'zi hujayrani tarkibiy qismida ionlar muhim ahamiyatga ega. Ya'ni hujayrani qo'zg'alishida o'sha harakat potensiali dedik, tinchlik potensiali dedik, o'shalarda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni elektrolitlar balansi nerv mushak faoliyati uchun muhim hisoblanadi. Ya'ni impulslarni o'tishida o'sha muhim ekan mana shu ionlar. Endi bu glyukoza, lipid, aminokislotalar energiya manbai, ya'ni o'sha hujayralar o'zi uchun metabolizm orqali energiya oladi. Ya'ni Krebs sikli, buni biokimyo darslarimizda ham nasib qilsa aytib o'tamiz. Krebs siklini menimcha hamma biladi. O'sha Krebs sikli orqali glyukoza, o'sha lipidlar, aminokislotalar asetil CoAni hosil qilgan holatda energiya manbai sifatida hujayraga ATF sintezlab beradi. Xo'p, demak, plazma qismi shulardan iborat. Eng muhimlari mana shular hisoblanadi. Endi biz qon tarkibini nima dedik? Shakl elementlaridan ham iborat dedik. Ya'ni bu nimaga tegishli bo'ladi? Hujayraviy qismiga to'g'ri keladi. Xo'p, shakli elementlariga nimalarni olsak bo'ladi? Umuman olganda qon hajmining necha foizini tashkil etadi? 45% tashkil etar ekan. Tarkibiy jihatdan 3 xil turi mavjud. Birinchisi eritrotsit, ikkinchisi leykotsit, trombotsit. Eritrotsitlar qizil qon hujayralari, white blood cell, leykotsitlar eritrotsitlar red blood cell, leykotsitlar esa oq qon hujayralari, o'sha white blood cell deb nomlanadi. Trombotitlar qon plastinkalari hisoblanar ekan. Xo'p, mana bu rasm orqali ham ko'rishimiz mumkin. Mana yuqori qismida nima tashkil etyapti? Ya'ni plazma qismi tashkil etyapti. Plazma. Pastki qismida esa ya'ni hujayraviy elementlar. Ya'ni bu shaklli elementlar hisoblanyapti. Xo'p, mana bu qon tomirdagi o'sha turli xil trombotitlar, leykotitlar ko'rishimiz mumkin. Bu yerda eritrotsitlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi gemopoiez haqida gaplashamiz. Yuqorida aytganlarimiz shakli elementlar va plazma qismi, ya'ni qon tarkibi haqida qisqacha gaplashib o'tdik. Endi gemopoiez yoki gematopoiez. Bu nima degani? Ya'ni bu qon hujayralarining hosil bo'lish jarayoni hisoblanar ekan. Endi mana shu jadval orqali biz muhim ma'lumotlarni bilib olamiz. Ya'ni demak, ya'ni rivojlanishida, ya'ni qon hujayralarining rivojlanishida nimalar bo'lyapti? Fazalar bo'lyapti. Fazalarda ya'ni sariq xaltacha bosqichi yoki mezoblastik bosqich deb nomlanyapti. Ikkinchisi jigar, ya'ni hepatik bosqich yoki uchinchisi suyak iligi bosqichi
uchta fazadan iborat ekan. Demak, bizlarda sariq xaltacha yoki o'sha mezoplastik bosqich qaysi davrlarga to'g'ri keladi? Ya'ni homiladorlikning 1-3 oyligidan boshlab mana shu sariq xaltacha bosqichi da bo'lar ekan. O'sha gemopayez dastlabki birinchi bosqichi. Ya'ni qayerda bo'ladi deydigan bo'lsak, sariq xaltachada yo'lksakda yo'lksak o'shanda demak sariq xaltacha bo'lar ekan. Ikkinchisi shu jigar bosqichi bo'lyapti. Jigar bosqichida bu homiladorlikning 4-9 oyligiga to'g'ri keladi. Bunda asosan o'sha qon hosil bo'lishi jigarga, ya'ni asosiysi jigar hisoblanar ekan. Chunki jigar bosqichida jigar asosiy o'rinda turadi. Ma'lum bir kichikroq o'sha foizlarda taloqni ham olishimiz mumkin. Asta mana shu taloqda ham kam miqdorda bo'lsa ham demak qon hujayralari hosil bo'la boshlaydi. Demak, uchinchisi suyak iligi bosqichi. Bu umuman olganda tug'ilgandan so'ng 3 haftadan boshlab balog'atga yetguncha bo'lgan davr. Undan keyin esa kattalar davriga ham o'tib ketadi. Bu o'sha tug'ilgandan o'sha 3 haftadan boshlab balog'atgacha suyak iligi butun skelet bo'ylab barcha suyak qizil ilik hisoblanar ekan. Demak, umuman olganda bizlarda barcha suyaklarimizda demak suyak iligi qizil ilik hisoblanadi va ularda nima sintezlanadi? Ya'ni qon hujayralari hosil bo'ladi. Endi kattalar bu davriga o'tgandan keyin kattalar davrida bu qizil ilik nima bo'ladi? Faqatgina o'sha yassi suyaklar, qovurg'a, chanoq va o'sha uzun naysmon suyaklarining tugash qismiga to'g'ri kelar ekan. Demak, ma'lumotni biroz takrorlab o'tamiz. Demak, suyak iligi bosqichida 3 haftadan boshlab balog'atgacha demak barcha suyak iligida qizil ilik hisoblangani uchun barcha suyaklarda demak qon hujayralari hosil bo'la boshlaydi. Lekin kattalar bosqichiga o'tgandan keyin nima bo'ladi? O'sha qizil ilik yassi suyaklar va uzun naysmon suyaklarning o'sha tugash qismida demak qizil ilik mavjud hisoblanadi va aynan qizil ilikdan nima hosil bo'ladi? Gemopayez, ya'ni qon hujayralarini hosil bo'lishini ko'ramiz. Xo'p, endi umuman olganda qonda o'sha qon hujayralarining yashash muddatini menimcha hamma bilsa kerak. Eritrotsitlar, ya'ni 120 kun, undan keyin esa organizm o'z-o'zidan bu eritrotsitlarni apoptoz qilib yuboradi. Qari eritrotsitlarda trombositlar bo'lishi mumkin. Bular 7 kun yoki 1 hafta. Leykotitlar bo'ladi. Buni ham leykotitlarning turlari juda ham ko'p. Buni keyinroq o'rganamiz keyingi darslarda. Xo'p, eng qisqa yashaydigan turi bu neytrofillar hisoblanadi. Bunda 4-8 soatgacha yashashi mumkin. Eng uzoq yashaydiganlar esa limfotitlar hisoblanadi. Bular butun umr organizmda saqlanishi mumkin. Xo'p, endi biz o'sha gemopayezdagi hujayralarni hosil bo'lish ketma-ketligini ko'rishimiz mumkin. Dastlab stem cell yoki ildiz hujayralari boshlanar ekan. Ikkinchisi, ya'ni multipatent progenitor hujayralar o'sha o'tadi. Bunda bu multipatent progenitor hujayralaridan keyin esa unipotent progenitor hujayralar, undan keyin prekursor hujayralar va yetilgan hujayralar fazalarga o'tib ketadi. Bular har biriga bittama-bitta to'xtalib o'tamiz. Xo'p, endi bizda dastlab birinchisi ildiz hujayra dedik. Ya'ni 4 xil turi mavjud ekan. Kengaytirilgan ma'lumotlarda o'sha qidirganimizda 4 xil o'sha turi borligi aniqlandi. Ya'ni birinchisi totipotent bo'lishi mumkin, ikkinchisi pluripotent, uchinchisi multipotent, to'rtinchisi esa unipotent hisoblanadi. Endi totipotent qanaqa
ildiz hujayra ekan. Bunda organizmdagi hujayralarni hosil qila oladi. Har qanday demak organizmdagi hujayralarni hosil qila oladigan ildiz hujayralar. O'sha qon hujayralari, balki undan tashqari bo'lgan barcha hujayralarni ham totipotent hujayralar, o'z nomidan ma'lum, ya'ni totalniy, hatto yo'ldoshni ham hosil qilishda ishtirok etadi. Pluripotent endi mana shu totipotentdan unipotentgacha o'sha ildiz hujayralari vazifaviy jihatdan qisqarib boradi, ya'ni maxsuslashib boradi. Demak, totipotentda umumiy butun organizmdagi hujayralarni hosil qilish xususiyatiga ega dedik. Pluripotent endi butun organizmdagi hujayralarni ham pluripotent ham demak hosil qila oladi, ammo yo'ldoshni emas. Ya'ni aynan totipotent bilan pluripotentda farqi yo'ldoshni hosil qilish va hosil qila olmasligi bilan farqlanadi. Ya'ni totipotent yo'ldoshni hosil qiladi, pluripotent esa yo'ldoshni hosil qila olmas ekan. Endi multipotent hujayralar bunda ma'lum bir yo'nalishdagi hujayralar turini hosil qila boshlaydi. Masalan, deyilgan gemopoetik ildiz hujayralar. Ya'ni har bitta sistemaga asoslangan o'zining maxsus hujayralari mavjud. Masalan, qon hujayralarini hosil qilishda ishtirok etishda gemopoetik ildiz hujayralari eritrotsitlar, leykositlar va trombositlarni hosil qilishda ishtirok etadi. Demak, 4-inchisi bo'lyapti unipotent hujayralari. Bunda o'sha faqat bir turdagi hujayralarni hosil qilishda ishtirok etadi. Masalan, bo'lishi mumkin colony forming unit erythrocyte yozilgan. Buni to'liq nomini men bu yerda yozib ketganmiz. Bular faqat eritrotsitni hosil qilishda ishtirok etadigan ildiz hujayra hisoblanadi. Ya'ni qaysi hisoblanadi degan bo'lsak, bu unipotent hisoblanadi. Multipotent esa hammasini hosil qiladi. Ya'ni gemopoetik ildiz hujayralaridagi barcha o'sha qon shakli elementlarni hosil qilsa, unipotentda endi maxsuslashib boryapti. Bunda faqat eritrotsitni hosil qiladi. Demak, koloniya hosil qiluvchi birlik o'sha eritrosit deb nomlanyapti. Mana shu unipotent hujayralar. Xo'p, endi biz ildiz hujayra haqida gaplashib o'tdik. Endi esa gaplashadiganimiz multipotent progenitor hujayralar hisoblanadi. Xo'p, demak, multipotent hujayralarda bu yerda gaplashdik. Biz unipotent ham gaplashdik. Xo'p, gemopoetik ildiz hujayralar hali ildiz hujayralarida davomi hisoblangan. Ya'ni aynan biz gematologiyaga bog'liq bo'lgan gemopoetik ildiz hujayralar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ularda hujayralarning shaklini aytyapti, kichik, differensiyalanmagan, hali monoyadroli hujayralar bo'lib, barcha qon hujayralarini hosil qiladi. Biz yuqorida aytib o'tdik. Mana bu yerda eritrotsitni ham, leykositni ham, trombositni ham aynan gemopoetik ildiz hujayralari, ya'ni multipotent hujayralari hosil qilib beryapti. Xo'p, demak, asosiy ikki xususiyati bor deb aytilyapti. Demak, o'z-o'zini yangilab turadi. Ya'ni gemopoetik ildiz hujayralar bo'linadi, yana ko'proq ildiz hujayralarni hosil qilishda ishtirok etadi. Ya'ni o'z-o'zini yangilab turar ekan. Endi ikkinchisi differensiyalanish. Ya'ni differensiyalanish natijasida har bir gemopoetik ildiz hujayralari turli yo'nalishlarga bo'linadi. O'sha differensiyalanish natijasida va ikkita asosiy ko'p imkoniyatni progenitor hujayralarni hosil qiladi. Ya'ni umumiy meloid progenitorlar, ikkinchisi esa umumiy limfoid progenitorlar hisoblanadi. Xo'p, buni hozirda rasmda aytib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ildiz hujayra bo'lyapti. Meloid progenitor, limfoid progenitor. Meloid progenitorda nimalar hosil bo'lyapti? Meloblastlar, eritroblastlar, megakariotsitlar. Megakariotsitlardan esa trombositlar hosil bo'ladi. Eritroblastlardan eritrotsitlar, meloblastlardan monotsit, neytrofil, bazofil, eozinofil
demak hujayralar hosil bo'lyapti. Limfoid progenitor hujayralardan esa o'sha beta limfotitlar esa plazma o'sha hujayralarni hosil qilib beryapti. Limfoid progenitorlar esa T limfatsit hosil qilyapti. Limfoid progenitorlardan ham demak natural killerlar, tabiiy o'ldiruvchi o'sha hujayralar hosil bo'lyapti. Buni hali batafsil o'rganib chiqamiz. Ungacha bo'lgan ma'lumotlardan gemopoietik ildiz hujayralar nafaqat qon hujayralariga, balki boshqa to'qimalarga ham differensiyalanishi mumkin. Masalan, nerv, mushak, o'sha jigar, gepatik hujayralarga ham aylanishi mumkin. Aynan differensiyalanish xususiyati bizga qanaqa imkoniyatlar beryapti? Demak, boshqa to'qimalarga ham differensiyalanish imkoniyatini beryapti. Agar bir hujayra bir turdan boshqa turga o'tsa, bu transdifferensiyalanish deb ataladi. Ya'ni gemopoietik ildiz hujayralar nervga yoki mushakka yoki jigarga o'tadigan bo'lsa, bu transdifferensiyalanish deb nomlanadi. Hujayralarning turli yo'nalishlarga o'tish qobiliyati rivojlanish plastika ya'ni qurilishi hisoblanadi. Xo'p, endi progenitor hujayralar haqida gaplashadigan bo'lsak, progenitor hujayralar umuman olganda o'sha gemopoietik ildiz hujayralariga rivojlanishga kirishgandan keyin ular keyingi bosqichga o'tadi. Ya'ni bu bosqich progenitor hujayralar hisoblanadi. Buni boya aytib o'tdik. Progenitor multipotent, unipotent. Aynan mana shu yeri bizga gemopoietik hujayralarga bog'liq bo'lyapti. Ya'ni multipotentda biz aytdik, mieloid progenitorlar ildiz hujayralarda o'sha eritrotsitlar, trombositlarni aytadi dedik, hosil qiladi dedik. Buni rasmda ham ko'rib o'tdik. Limfoid progenitorlar T limfosit, beta limfositni hosil qiladi. Xo'p, endi unipotent hujayralarga keladigan bo'lsak, bunda endi faqat bir turdagi hujayralarni hosil qiladi. Buni yuqorida ham aytdik. Xo'p, demak gemopoietik hujayralarda ildiz hujayra, undan keyin multipotent, undan keyin unipotent hosil bo'ldi. Demak, ildiz hujayrada nima hosil bo'ldi? Gemopoietik ildiz hujayra hosil bo'ldi. Endi undan keyin esa unipotent hujayrani hosil qilib berdi. Unipotent esa ya'ni faqat bir turdagi hujayrani hosil qilishda ishtirok etadigan colony forming eritrotsitni hosil qilib berdi. Demak, endi unipotentdan keyin prekursor hujayralarni hosil qilib beradi. Ya'ni prekursor hujayralar nima deb nomlanadi? Ya'ni aniq bir yo'nalishga kirgan, tashqi ko'rinishi va kimyoviy belgilaridan tanib bo'ladigan, lekin hali vazifasini bajara olmaydigan hujayralar hisoblanadi. Ya'ni ularning nomi odatda blast bilan tugaydi. Ya'ni eritroblast, limfoblast, mieloblast. Eritroblastga qarasak, misol tariqasida, eritroblast hali eritrotsit vazifasini bajara olmaydi. Lekin tashqi ko'rinishi bilan o'sha eritrotsitga tashqi ko'rinishi va kimyoviy belgilari bilan o'sha eritroblast bilan eritrotsitni o'zaro o'xshashlik tomonlari juda ham ko'p. Lekin hali ma'lum bir funksional vazifalarni bajara olmaydi. Shu uchun ham bular ya'ni blast hujayralar, ya'ni prekursor hujayralar. Endi qaraydigan bo'lsak, unipotent hujayralardan keyin nima kelyapti? Prekursor hujayralar kiryapti. Endi prekursor hujayralar esa ya'ni blast nomini olar ekan. Blast. Bular hali bizlarda yetilgan o'sha hujayralarning vazifasini bajara olmaydi, lekin kimyoviy va o'sha tashqi ko'rinishi bilan, ya'ni o'zining yetuk
formasi bilan farqlanar ekan. Unipotent demak, ma'lum bir turdagi hujayrani hosil qilishda ishtirok etadigan unipotent hujayralar, undan keyin esa prekursor hujayralar. Demak, keyingisi bo'lyapti. Yetilgan hujayralarni ko'ramiz. Yetilgan hujayralar, ya'ni prekursor hujayralardan rivojlanib keladi. Bundan rivojlanib keldi. To'liq funksional hujayraga ega. Umuman olganda o'sha eritroblastdan eritroz hosil bo'ldi. Limfoblastdan limfosit hosil bo'ldi. Xo'p, demak, bu bosqichda hujayra suyak iligidan chiqadi, qon oqimiga qo'shiladi, o'z funksiyasini bajaradi. Demak, yetilgan hujayralarni hosil qilib beradi. Endi yuqoriga qaraydigan bo'lsak, bunda holatni yana ham aniqroq tushunsak bo'ladi. Demak, ildiz hujayra multipotent, ya'ni gemopoietik hujayralarni, ildiz hujayralarini hosil qiladi. Multipotentdan unipotent, unipotent esa o'sha ma'lum bir turdagi hujayrani hosil qilishda ishtirok etadigan o'sha hujayrani hosil qilib beradi. Uni yuqorida ham aytib o'tdik. Undan keyin esa prekursor hujayralar. Prekursor hujayralar yetilgan hujayralarga o'xshaydi, lekin hali funksional jihati yetilgan hujayralardan farqlanadi va blast qo'shimchasini olyapti. Ya'ni blast. Buni esdan chiqarmaymiz. Demak, blast hujayralari. Yetilgan hujayralar bilan bizlarda gemopoiez o'z nihoyasiga yetadi. Xo'p. Umuman olganda, o'sha yetilgan hujayralar orqali bunda yaxshilab o'rganamiz. Demak, bosqichli jihatda mana ildiz hujayra, progenitor hujayralar, ya'ni progenitor hujayralarga bizlar nimaga bo'lib yordik? Progenitor hujayrani multipotent, ikkinchisi unipotent. Endi tushunarli bo'lyapti. Demak, progenitor ildiz hujayradan rivojlanib keldi. Bu birinchi multipotentga o'tadi, undan keyin unipotentga o'tadi. Undan keyin esa prekursor hujayralar, prekursor hujayralardan esa yetilgan o'sha qon hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Bu sxema orqali yana ham qaytarib aytishimiz mumkin. Ildiz hujayra mieloid progenitor hujayralar, mana limfoid va mieloid progenitor hujayralarga bo'lib oldik. Endi o'shalarni ham mieloid progenitorlar, megakariotitlar, eritroblastlar, mieloblastlar, mieloblastlardan esa bu mieloblastlar prekursor hujayralar hisoblanadi. Mana bu eritroblast ham, megakariotit ham, mieloblastlar esa qanaqa hujayralar hosil beryapti? Monotsit, neytrofil, bazofil va eozinofil hujayralarni hosil qilyapti. Endi limfoid progenitor hujayralar bu, ya'ni bizlardagi o'sha progenitor hujayralar hisoblanib, endi qanaqa hujayralar hosil qilib beryapti? Demak, 4 xil hujayra ko'ryapmiz. Beta limfosit, plazma hujayrasi, o'sha T limfosit va NK sellar hisoblanadi. Demak, endi xususiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, qisqacha, yana ham aniq bo'lish uchun endi yaxshilab e'tibor qaratamiz. Eritropoiez endi har bitta gemopoiezda umumiy qon hujayralarini hosil qilish mexanizmini ko'rgan bo'lsak, endi xususiysi eritropoiez deb nomlanadi. Ya'ni ya'ni eritrosit, poiez rivojlanish, ya'ni eritropoiez. Endi pluripotent ildiz hujayra nima qilib berdi? Bizlardagi o'sha unipotent hujayraga aylandi. O'sha unipotent hujayra esa proeritroblast, keyin esa bazofilik eritroblast, bu demak polixromatik eritroblast va ortoxromatik eritroblast. Demak, prekursor hujayralar ham o'zining alohida bosqichlari bor ekan. Demak, proeritroblast, bazofilik eritroblast, o'sha polixromatik endi rang kirdi, ortoxromatik eritroblastga aylandi, keyin retikulositlarga aylandi, retikulotsitlar esa eritrotsitlarga aylandi. Demak, bizlarda
prekursor hujayralardan keyin retikulositlarga aylanadi. Bu retikulositlar demak nimani hosil qilib beradi? Eritrotsitni hosil qiladi. Xo'p, endi leykotsitopoyez yoki o'sha oq qon hujayralarining rivojlanishini ko'rish mumkin. Bunda pluripotent ildiz hujayralar, bu yerda progenitor hujayralar hosil qiladi. Progenitor hujayralar esa o'z navbatida o'sha prekursor hujayralari, prekursor hujayra va o'sha bu yerdagi o'sha mielositlar o'zining alohida hujayralari shakliga aylanadi, o'sha mieloblastlar. Aynan keyin melotsit va leykositga aylanadi. Demak, mielositlardan leykositlar hosil bo'ladi, retikulositlardan eritrotsitlar hosil bo'ladi. Xo'p, retikulosit deganda yetilmagan o'sha eritrotsitlarni nazarda tutsak bo'ladi. Hali o'z vazifasini bajarmaydi, lekin tashqi ko'rinishi va o'sha kimyoviy tarkibi bilan eritrotsitlarga o'xshasa, melositlar ham xuddi shunday. Ya'ni leykositlarga o'xshaydi. Hali kimyoviy tarkibi o'sha tashqi ko'rinishi bilan to'liq o'xshamasa ham, ma'lum ko'p tashqi ko'rinishi bilan o'zaro o'xshash tomonlarni ko'rsak bo'ladi. Demak, leykositlar turlari haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, buni hali keyingi darslarda yaxshilab o'rganamiz. 2 guruhga bo'lib o'rganyapmiz. Granulotsit va agranulotsit. O'sha donador, o'sha sitoplazmasida granulalar ko'rinsa, bu granulotsit deb nomlanadi. Agar sitoplazmasida granulalar ko'rinmasa, bu agranulotsit hisoblanadi. A degani yo'q degan ma'noni beradi, inkor ma'nosida. Granulotsitlarga nimalar kiryapti? Neytrofillar kiryapti, eozinofillar va bazofillar kiryapti. Agranulotsitlarga ikkita narsa kiryapti ekan, limfosit bilan monotsit, ya'ni makrofaglar deb nomlaymiz. Xo'p, demak, leykotsit turlari haqida gaplashdik. Bu yerda eritropoyez va leykotsitopoyez ko'rdik. Endi ko'radiganimiz, ya'ni trombositopoyez hisoblanadi. Trombositopoyez, ya'ni bunda ham dastlab pluripotent ildiz hujayra, keyin esa progenitor hujayralar, multipotent, unipotent o'tadi. O'sha unipotentda esa prekursor hujayralar hisoblangan megakariyoblastlardan esa trombositlarni hosil qiladi. Demak, progenitor hujayra, bu ildiz hujayra, bu progenitor, bu prekursor, bu yetilgan hujayra hisoblanadi. Yani qon hujayrasi, trombositlar hisoblanadi. Umuman olganda bilishimiz kerak bo'lgan muhim va esda qolarli tarzda mana shu material tayyorlandi. Demak, menimcha hech kimda bu borada savol qolmaydi, katta ehtimol, chunki bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar esda qolarli tarzda ifodalab berdik deb o'ylaymiz. Xo'p, agar mavzu yuzasidan xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Imkon qadar mavzuni yoritib berishga harakat qildik. Bu video materialimiz YouTube platformasiga yoki yopiq kanalga ham joylanishi mumkin. Buni nasib qilsa, bizlarda o'sha kitob tayyorlanmoqda. O'sha kitob tayyor holatda kelgandan keyin o'sha QR kod orqali videoni topib olishingiz mumkin bo'ladi. YouTubedan yokida o'sha yopiq kanaldan topsak bo'ladi. Buni batafsil kitob tayyor bo'lgandan keyin bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Xo'p, demak, birinchi darsimiz o'sha gematologiya nima ekanligi, o'sha gemopoyez haqida gaplashdik. Xo'p, demak, hammaga rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.